tizza bo'g'inidami yoki bo'lmasa bo'ksadek bo'g'inlardami o'sha yerda borganda aytishadiki, tekshirtirgan borganda sinovial suyuqligi deydi, sinovialniy жидкость deydi, shu chiqmay qolibdi, o'shaning uchun tog'aylar qurib qolgan deydi. Shu bo'g'inlarda shunaqa suyuqlik bor, sinovial suyuqligi deydi, o'sha tog'aylarni namlab turadi doim. Endi u yerda ham shamollash bo'lgandan keyin, hali o'zini ozuqalari yetarli bormagandan keyin bu sinovial suyuqligini nima qilishida, ishlab chiqarilishida o't qatnashadi. Mana shu jigar ishlab chiqaradigan o't, ya'ni safro, mana shu qatnashadi. Endi safroni ham masalan o'sha harakati o'sha joylarga yetib bormayotgan bo'lsa, harakati buzilgan bo'lsa, albatta buni ham ta'sir bo'ladi. Shuning uchun bunaqa bo'g'in kasallarida, ayniqsa tizzada, bo'ksada bo'ladigan haligi artroz, ko'ks artrozlarda albatta jigarning ishiga e'tibor berish kerak. Jigar o'sha safron suyuqligini, xiltini normada chiqarib turish kerak. Shu xilt o'sha joylarga yetib borishini ta'minlash kerak. Mana shu yo'llar bilan tabobatda bu kasalliklarni sekin-asta davolasa bo'ladi.